Agarda bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, barchangizga assalomu alaykum. Bugun sizga O'zbekiston migratsiyasini 50 ming nafar bo'sh ish o'rinlari hamda vakansiyalar bilan to'ldirib tashlagan Germaniya hukumati haqida gaplashamiz va Germaniya O'zbekiston o'rtasidagi migratsiya sohasidagi yangiliklar hamda 50 ming nafar Germaniya tomonidan taklif etilgan bo'sh ish o'rinlari orasida qanday kasblar borligi va bu kasblarga hujjat topshirish uchun qanday talablarga javob berish, qanday hujjatlar kerak bo'lishi, ish tajribasi kerakmi yo'qmi, qanday til darajada bilish, ya'ni qaysi tilni bilish kerakligi hamda oylik maoshlari qancha, mana shu ish o'rni bo'yicha sizga hujjat topshirish istagi bo'lsa, hujjat topshirganingizdan so'ng vizangiz chiqquniga qadar qancha vaqt kutish va Germaniyaga yetib olguningizga qadar qancha summa, ya'ni qancha xarajat ketishi haqida video davomida sizga to'liq tushuntirib o'taman. Agarda video ma'qul kelsa, albatta like tugmasini bosishingizni, qo'shimcha savol bo'lsa kommentariyada qoldirishingizni so'rab qolaman. Ana endi sizga qanday ish o'rinlari borligini yodda qolgancha aytib o'taman. Agarda sizni ish o'rningiz boshqa, kasbingiz boshqa bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizga obuna bo'lib, u yerdagi vakansiyalarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Chunki 50 ming nafar bo'sh ish o'rinlarida faqatgina yodimda borini aytib o'taman. Xullas, bulardan boshlanishi yuk mashinasi haydash sohasi, ekskavator boshqarish sohasi, ayol va erkaklar uchun hamshiralik, qariyalarga qarash, mehmonxona, restoran sohalarida ishlar, oshpazlik, oshpaz yordamchisi, mana shu sohalarda ishlashlari mumkin bo'ladi va qurilish sohasida ham yo'nalishlar armaturat o'qish, beton quyish, apolovchiklar hamda boshqa svarchilik sohalar ham mana shu yo'nalishda bor va bundan keyin elektrik, montajyor hamda santexnik yo'nalishlarda ham hujjat topshirish imkoniyatlari mavjud bo'ladi. Aynan mana shu yo'nalishlarda hujjat topshirish uchun yosh talabi bu 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayol va erkaklar bemalol hujjat topshirishlari mumkin, agarda ular jismonan sog'lom bo'lishsa va sudlanmaganlik haqida hujjatlari bo'lsa. U yerdagi oylik maoshlarni aytib o'tadigan bo'lsam, 1700 yevrodan 2,5 ming yevrogachani tashkil etadi. Nima uchun? Kimdir bu oylik maosh kam deyishi mumkin, kimgadir mana shu oylik maosh ma'qul kelib hujjat topshirishlari mumkin. Chunki Germaniyaning o'zining tub aholisi aynan mana shu oylik maoshga ishlamayotganliklari sababli Germaniya hukumati 50 ming nafar bo'sh ish o'rnini O'zbekiston hamda O'rta Osiyo hukumati uchun ajratdi. Hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu ish o'rinlariga hujjat topshirish uchun sizda til talabi kerak bo'ladi. Bunda 3 ta til talabi bor. Mana shu 3 ta tildan birini bilishingiz kerak bo'ladi. Bular birinchi o'rinda nemis tili, rus tili, ingliz tili. Agarda siz til borasida tilni bilsangiz, gaplasha olsangiz, u sizda sertifikat bo'lmasa ham bemalol hujjat topshirishingiz mumkin. Ayrim sohalarda nemis tili, ayrim sohalarda rus tili, ayrim sohalarda ingliz tili so'raladi deylik. Mehmonxona sohalarida, hamshiralik sohalarida ingliz tili, rus tili o'taveradi va boshqa sohada ham rus tilida muloqot qilishingiz mumkin bo'ladi. Lekin sizga nemis tili bo'yicha sertifikatingiz bo'lsa yoki nemis tilida muloqot qila olsangiz, ishga ketish imkoniyatingiz yanada oshadi. Xo'p, agarda siz nemis tilini bilmasangiz, bizni Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizda til kurslari bor. Agarda chet el mamlakatida bo'lsangiz, bemalol til kurslarimizga qatnashib o'rganishingiz mumkin. Qatnashganingizdan so'ng 2 oylik chuqurlashtiruv kurslari bo'ladi. Mana shu kursda qatnashganingizda sizga sertifikat beradi. Mana shu sertifikat orqali siz Germaniya ish vizasini qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi mana shu sohalar bo'yicha qanday sohalar bo'lishi, qancha oylik maosh bo'lishi, qanday talablarga javob berish kerakligini aytib o'tdim. Endi qanday hujjatlar kerak bo'lishini aytib o'taman. Agarda sizga mana shu ish o'rniga xohish, istak bo'lsa, hujjat topshirish uchun. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin
Mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi. Agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Albatta, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bu siz uchun o'ylaymanki juda katta manfaatli. Birinchi o'rinda qizil pasport, ikkinchi o'rinda sudlamaganlik haqida hujjat, uchinchi o'rinda 3,5 ga 4,5 ko'rinishda sizdan surat talab etiladi. To'rtinchi o'rinda oxirgi tugatgan ta'lim turingiz, deylik maktab, kollej, universitet, litsey, texnikum, mana shulardan diplom yoki attestat so'raladi va 5-o'rinda sizda haydovchilik guvohnomasi bo'lsa mana shu hujjat va sizda ish tajribasi bo'lsa mana shu hujjat. Agarda siz sog'lomlik haqida hujjat ham so'raladi. 5-o'rinda sog'lomligingizni tasdiqlovchi surat, haydovchilik guvohnomasi va ish tajribasi va til bilish tarafidagi sertifikat bu qo'shimcha hujjatlar hisoblanadi. Video kommentariyasida ismingizni, qaysi mamlakatda ekanligingizni yozib qoldiring. Xo'p, ana endi nima uchun Germaniya hukumatati ishchi vizani aynan O'zbekiston va O'rta Osiyo fuqarolariga taqdim etyapti? Chunki bu Germaniyaning o'zidagi holatga ham, O'zbekiston o'zining ichki holatiga ham bog'liq iqtisodiyot, ya'ni migratsiya sohasi. Birinchi o'rinda Germaniya chet eldan ishchi kuchi chaqirayotganiga asosiy maqsad Germaniyaning o'zining tub aholisi Germaniyada daromad solig'i 25% bo'lgani uchun ko'pchilik aholi Kanada, Amerika Qo'shma Shtatlari, Norvegiya, Irlandiya, Avstraliya, Finlandiya kabi mamlakatlarga ko'chib ketish kuzatilyapti. Shuning uchun ham mana bu yerdagi katta zavod, fabrikalar, ya'ni o'zingiz bilganingizdek Mercedes, BMW, Porsche, boshqa zavod, fabrikalarda ishchi kuchlar to'xtab qolmasliklari uchun chet eldan ishchi olishga majbur bo'lishyapti va Germaniyaning o'zining tub aholisi mana shu sizga aytib o'tilgan 1700 yevrodan 2500 yevrogacha bo'lgan oylik maoshda afsuski ishlashmaydi. Agarda ular Germaniyaning o'zida bo'lsa ham kompyuter orqali internet yoki YouTube ijtimoiy tarmog'idan, Googledan daromad qilishadi. Ya'ni bu onlayn daromad hisoblanib, Germaniyaning o'zidan turib AQSh, Norvegiya, Kanada va dunyoning boshqa rivojlangan Shvetsariya mamlakatlarida onlayn firmaning ishlarini yuritib borishadi va shundan daromad ko'rishadi va mana shu daromaddan davlatga hech qanday daromad foizi to'lashmaydi. Ana endi O'zbekistondan va O'rta Osiyodan nima uchun ishchi kuchi chaqirilyapti? Chunki O'zbekistonda ishchi kuchi juda arzon emas. Chunki eng arzon ishchi kuchlari bu Bangladesh, Hindiston va undan tashqari Afrika mamlakatlari. O'zbekistondan ayran chaqirishlariga sabab bundan oldingi yillarda maktab darsligimizda nemis tili fani bo'lardi va nemis tili o'qitilardi. Mana shu ta'lim tizimidan Germaniya hukumatining xabari borligi uchun O'zbekiston fuqarolari Germaniyadan tashqari boshqa Yevropa mamlakatlarida, Rossiyada ishlayotganliklari uchun agarda istovchilar mana shu bizning bo'sh ish o'rnimizga hujjat topshirmoqchi bo'lgan bo'lsalar, bemalol hujjat topshirishlari mumkin deya til talabini ingliz tili, nemis tili, rus tili etib belgilashdi. Agarda siz shu ish o'rniga hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, qanday hujjatlar kerakligi, oylik maosh, hamma ma'lumotni berib o'tdim. Video kommentariyasida ismingizni, qaysi mamlakatda ekanligingizni yozib qoldiring, chunki sizga til kurslarini taqdim etamiz agarda nemis tilini bilmasangiz. Ana endi Germaniya bo'yicha bo'sh ish o'rinlari haqidagi ma'lumot o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan migratsiya sohasida ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.